Ozod qalaysan? Yaxshi kelding, salom. Qalay bo'lishyapti? Alhamdulillah, rahmat, yaxshi. Avvalambor sezon yakunlanganidan bilan tabriklayman. O'rniga chempion bo'ldinglar. Katta natija yana Superligaga qaytdi Lokomotiv. Shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsang, sezon qanaqa boshlandi, qanaqa o'tdi va yakunlanishi qanaqa bo'ldi? Sezon oson o'tadi deb o'yladik, lekin temp ancha kuchli ekan, Pro Ligada ham. Superliga qaraganda ancha tez ekan. O'shanga ozgina qiynalish bo'ldi, lekin xudo xohlasa chempion bo'ldik. Mana uchrashuvlar ham oxirgi turda hal bo'ldi, to'g'rimi? Orol to'g'ridan-to'g'ri Oliy Ligaga chiqadigan raqib bilan shu o'yinda adashmasam, bitgan jamoa to'g'ridan-to'g'ri Superligaga chiqardi. Orol shunaqami imkoniyatlari? Yo'q, ikkita shot bilan yutsa chiqardi. Kino hisobida chiqardi. G'alaba kerak edi. Bizga 1-0 bizga edi, bizga bo'ldi. Bundan hisobida to'g'ridan-to'g'ri chiqdi. O'zi umuman shu Pro Ligadagi eng qiyin bahs qaysi bo'ldi sizlar uchun? Jamoa uchun, shaxsan o'zing uchun? Shaxsan o'zim uchun Mobius bilan. Mobius. Sborniy o'yinchilari ishonchi. Motivatsiya baland ularda ham. Ular adashmasa uchinchi o'rin oldi. Uchinchi o'rin oldi. O'sha bahsda ikkinchi jamoa, ikkinchi o'rin oldi faqat. O'zi umuman sezon boshlanishidan oldin Pro Ligada qo'yilgan maqsadlarda aniqliki Superligaga qaytish, chempion bo'lish, Superligaga qaytish edi. Bundan tashqari yana qanaqangi zadatlar o'zini maqsadlar qo'yganmi? Zadacha endi ko'proq ochko jamg'arib, bu yoq yurish ma'lumotlarni qo'yish reja bor edi, endi o'shanga qoldi. Oxirgi turgacha olib bormasdan ko'proq ochkolarni to'plab chempion bo'lib, yoq yurish ma'lumotlarni yaratmoqchi edik. Bo'lmay qoldi. Jamoadoshlarimizdan alaqalarimiz hali ham bir necha yulduzlar, top darajada bo'lgan Ismoilov futbolchilar qatnashmoqda, yana boshqa. Qaysilarni ko'proq senga qulayroq bo'ldi? Manzur akalar, Diyor Turov. Eslatib o'tamiz, ikkovi ham terma jamoa vakillari bo'lgan, yaqin bo'lgan uchun. O'zi Lokomotivga qo'shilishing haqida qisqacha ma'lumot bersang, bizani yosh muxlislar, bizani ota-onalari va qadamlaringdan boshlab. O'zi Lokomotiv 3 yil oldin qiziqish bildiruvdi. Yozib biz Nabaho qilolmagan o'sha payt. Keyin Lokomotiv kelishim 2 yilni yozda bo'ldi, yarim yil. Nabaho bilan kontrakt uzildi. Shundan keyin agentlarimiz kelishib Lokomotivga keldi. Lokomotivga yozda qo'shilgan yarim yil. Yaxshi. O'zi umuman Nabaho bilan Lokomotivga solishtirganda qaysi tomonlar ko'proq senga Lokomotivga yoqdi, Nabahoga qaraganda yoki qaysi tomonlari senga Lokomotivga yoqmadi, Nabahoga bor edi? Lokomotivga yoqqanasi yoshlarga ishonch bildiradi, Nabahoga kamroq edi. O'yinlamalari kamroq bo'ladi. Lokomotiv kuch tarafga yoqadi. Balkim maqsadlar ham xuddi shunday. Zadacha minusi ham bor. Navbahor adashmasam, ular ham o'z oldiga chempionlikka maqsad qo'ygan jamoa edi. Chempionlar ligasida keyin talashdi, chempionlikka nasib qilmadi. To'g'ri. Tushunishim bo'yicha, senga faqat chempionlikka maqsad qilgan jamoalar bilan shartnoma bo'lsa, chunki xohlaringizmi Lokomotiv o'zini aytib Pro Liga, Superliga bilan ham joyi bo'lgan, ular juda tez. Ular ham chempionlikka maqsad qilgandi, Navbahor ham chempionlikka maqsad qilgandi. Lekin Lokomotiv chempionlikka uchun Navbahorda endi konkurensiya juda ham baland, juda ham qiyin edi. Paxtakor, Nasaf, omad yetishmadi. Ko'pchilik shunaqa fikrda omad yetishmadi. Endi yanada keyinroq qilsanglar, futbolning ilk qadamlarini eslolsam, birinchi futbolga kelganingizni birinchi sinfda kelganman, adashmasam. Masjidga kelganman. O'shanda shurikan bo'ladi. Birinchi o'shanda keldim qishda. O'zi boshqa payti bormoqchi edim, oyim o'sar bermagan o'sha payt. Shundan keyin birinchi sinfga chiqqandan keyin
zalga kelishdi boshqa. Shu sen trenerning bezovtga bitta savol berishimni iltimos qilgandi. Birinchi kelganda bezovtga birinchi kelganda formasi qanaqa desa oladimi? Meni esimda degandi. Esingdan qanaqa formada kelgani? Qaysi jamoaniki, qaysi o'yinchini ismini yozganmi? Esimda ham shu Barsaga kelgan. Esimda yo'q. Manchester United farqi. Ha. O'zbekcha ham. Shuni meni esimda. O'zi umuman yoshlik davridagi futbol so'raydi. O'qishga kirguncha Toshkent sportskor ligasi, keyin akademiya, o'zlari. Ungacha bo'lganda 4-5 davr mobaynida qanaqa kechgan yoshlik? Yoshlik kechgan. O'zi umuman qanaqa eslaysan o'zi umuman buyoqdagi anaqani yoshligiga? Qaytib qolsa deyman, iloji yo'q. Zo'r paytlar bo'lgan. Turnirlar ko'p bo'lardi. Qo'lidan ketgimiz kelmasdi shu paytlar. Namangandan yaxshi bo'lardi. Hozirgi mana futbol ishlagan asli yoshlardagi bolalar bilan ishlaymiz. Hozir yosh 2006, 2004lar, 2003lar yoshlar qiladiganki, mana hozir kunga kelib 2012, 13, 14, 15, 16 10 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan ishlaymiz. Ular bilan ishlaganda baslar bilan ishlaganda bitta farqni ko'zga sezilaveradi-da. Hamisha ko'zga sezilaveradi. O'zingdan balki shu filmga qo'shilasan, balki yo'q. Hozirgi kunda futbolning eng katta dushmanlaridan biri mobil telefonlar, ular ichidagi o'yinlar. Shunga qanaqa qaraysan? Bizda paytlar bo'lmasdi, telefon tutmasdik. Yo'q, ko'proq futbol bo'lardi endi. Maslahatim shu kamaytirish kerak. Yo'q, umuman. Motivasiya kamaytirish. Me'yorida. Uni ko'pchilik aytadi, lekin aynan shu nuqtaga kelganda ota-onalar faolroq bo'lishi kerak, yoki bolani o'zi ko'proq o'zi nafsini yengib o'tib telefondan eng birinchi o'zida bo'lishi kerak, birinchi o'sha yerda. O'zi qiyin narsa, lekin o'shani yengib o'tsa, yo o'zi yaxshi bo'lishi kerak. Ota-onalar ham nazorat ushlashi kerak. O'zi mana katta futbolga, professional futbolga o'tishingda biz bilamiz, ko'p kuzatganmiz, o'zimiz shogirdimizdan bo'lgani uchun katta rol o'tish rolini terma jamoa, ya'ni boshqa U16, boshqa U14, U13 bo'lib berilganda, U14, U15 va U16, ya'ni terma jamoa safida o'ynaganing va bu yerda shu top klublari ko'z ostiga tan va yana bir qator futbolchilar tushgani, shundan keyin Navbahor, adashmasam birinchi terma jamoadan keyin Navbahor. Hatto terma jamoada hali U16 rasmiy o'yinlar boshlanmasdan o'sha Navbahor safida bo'lardi, to'g'rimi? Shu haqida aslida to'xtalib o'tsangiz, o'zi terma jamoaga kelib qo'shilishing, terma jamoadagi hayoting, terma jamoadagi o'yinlar, tayyorgarliklar, qo'yilgan zadachalar, shu haqida aslida to'xtalib o'tsangiz, qanaqa bo'lgan? Birinchi seviyaga chaqirgan deb shunaqa payt edi. O'zing boshqa o'yin, o'yin boshqa yo'nalishlar boshqa. Hali ko'rmagan taktikalarimizni ko'rgandik shu to'g'ri. Shundan keyin takliflar tushgan. Endi zadachamiz Osiyoga chiqish o'sha payt. Atboshlikdan o'tib. Sizlar adashmasam, sizlargacha mana jahon chempionatiga ishtirok etdingiz, sizlardan keyin estafeta hozir 17 Islom Usmonov jahon chempionatiga borib kelgan. Terma jamoa topib, ungacha adashmasam 12 yilgacha biron bir o'smirlarimiz jahon chempionatiga chiqmagan. Osiyoda 3-o'rinni egalladinglar va u paytda eslatib o'tishimiz kerak, muxlislarga faqat 3 ta jamoa bo'lardi, to'g'rimi? Osiyoda 4 ta. Yarim finalchilar jahon chempionati bo'ladi. Hozir 8 ta bo'lgan. 8 tagacha yetkazildi, ya'ni guruhdan chiqqan hamma jamoa jahon chempionatiga to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritishadi. O'zi umuman terma jamoa libosini kiyganingda va lokomotiv libosini kiyganingda farq sezganmi? Qanaqa seziladi? Endi bor terma jamoani kiyganingizda motivatsiyani formani o'zida motivatsiya. Vatan uchun bor butun davlat. Endi komanda va adini komandangiz uchun. Million terma jamoa o'ynasa, butun vatan o'tkazib turadi. Shuning uchun
qilib. his qilasiz. Terma jamoa ikki boshqa deydi. Ikki boshqa. Nima deysan, shu terma jamoa o'zi aslida aytdikmi, katta qadam vazifasini o'taverdi. Kim professional futbol uchun shu qadamda Sergey Jeparovning roli qanaqa bo'ldi? Terma jamoaga kelib qo'shilgan ayni Jeparov qo'liga ko'pchilik bolalar Jeparov bilan kuchli murabbiy, shu futbolchi bo'lishda qattiq kuchli murabbiy ham ayniqsa yoshlarga roli qanaqa bo'ldi san uchun shaxsan? Ancha yordam berdi. Tushunmagan joylarni tushuntirdi. O'rni topdi deb o'ylayman. Chunki qaysidir intervyusida Jeparov sani nomingni ta'kidlab o'tganini ko'rdim. Agar shu intervyuni topsam, shu videoga qo'yib o'taman. Umidli yoshlardan kimlar anaqa qilasiz deganda O'ktam Ozod deb aytib o'tib ekan. Sport kanalida ko'rganimizda endi professional murabbiy, professional futbolchi bo'lgan, ikkita Osiyo chempioni, ikkita Osiyo o'yinlari, ikkita Osiyoning eng yaxshi futbolchisi baribir bo'lgan. Dunyo qarashiga hech qanday zarar misol chalgani ham yo'q. Kelajakda hozirgi kunda endi lokomotivdagi keyingi mavsum uchun qo'yilayotgan maqsadlar qanaqa bo'ladi agar o'rtoqlashsak? Maqsadlar eng yuqori har doim yuqori qo'yiladi. Endi hozir ko'proq yoshlarga e'tibor beryaptilar. Shuning uchun 2-3 ta top futbolchilar bo'lishi mumkin, qolganlar ma'lumot bo'ladi. Endi hozircha hech kim lokomotiv tark etmadi va yengillar hech kimga qo'shilmadi. tark etganlar bor, ko'p tark etganmiz. Chunki komanda o'zi boshdan yig'iladi. 95 foiz iloji bo'lsa uni aytishim hozir mumkin emas. Mumkin emas, ma'lumot. Yarmidan ko'p ketishadi. Tushunarli. O'zing agar hozirgi kunda qaysi Oliy Liga jamoasidan katta tushsa, hozir Navbahor yana Timur Kapazini chaqirdi. Timur Kapaziga alohida respekt qilamiz terma jamoa uchun. Hozir Andijon Babayanni yana chaqirdi. Demak, Babayan kelgan joyda albatta klub top darajaga chiqishda menejmentni yaxshilashga harakat qiladi. Plus Paxtakor, Neftchi, chempion bo'lgan Nasaf. Shunga o'xshash klublardan shu 5 klubdan biridan taklif kelib tushsa, endi aka u haqida o'ylab ko'rmadik. Kontraktim bor. kontrakt bor. Shuncha chiqadi, lokomotivdamiz. Lokomotiv maqsadlarini Maqsad lokomotiv. maqsad Yuqoriligi inshaalloh keyingi albatta endi boshlangan mavsumimizda omad olishni tilab qolamiz. Adashmasam hozirgi kunda lokomotivda san bilan terma jamoa safida o'ynagan Shodiboyev hozir birga lokomotiv tarkibida. U bilan sport shkolada o'qigansan manimcha yoki yo'q emasda. Sport shkoladagi shu o'qigan Sirdaryoga unaqalar do'stlar bilan ko'rishib ko'rasizmi? Haligacha aloqalar bormi? Aloqalar bor, hamma do'stlar bor. Ularning orasida nechtasi hozirgi kunda professional futbol, umuman futbol bilan shug'ullanadi? Adashmasam yoshlarga o'sha bitirib chiqishda Buyuk chiqib ketish kerak, adashmasam. O'zimni komandamdan juda kam manimcha. Ishchiligida o'ynayotgan bitta man bo'lsam kerak. Endi bolalar bor, birinchiligida o'ynagan. Lekin ko'p uch tashlab oldim. Ko'pchilik boshqa ishlar bilan. Nima deysan? Nima shunga bolalarga ayni shu bolalar qachondir yaxshilardan bo'lib saralanib o'tgan, ya'ni jostki отбор deymiz, shulardan o'tib, ancha qiyinchiliklar, qancha qiyonalardan o'tib, aynan futbol o'ynash vaqti kelgan paytda nimadir to'sqinlik bo'ldi. Nima to'sqinlik bo'ldi? Futbolga o'tish qiyin narsa baribir. O'zim ham ancha qiyinchilik bo'ldi futbolga o'tish. Sarali 20 tadan 2 tasi ushlab o'tishi mumkin. Qolgan 12 tasi tashlab ketadi, yarim yo'lda. Yana nima bo'laysan, shu bolalar tashlamasdan baribir oxirigacha intilaversa, ya'ni birinchi liga, ikkinchi ligada ham o'ynab turib, 25-gacha ham to'xtatmasdan harakat qilsa, yanada yuqori chiqishga imkoniyati bo'ladi. Chunki qachondir murabbiy tanlovida u yaxshi bo'lgan-ku baribir. Shunaqa bo'lishi. Demak, u salohiyat yo'qolib qolishi kerak emas. Shunaqa tashlab qo'yishmaslik. Mashallah, maslahati. Hozirgi mana o'sib kelayotgan yoshlarga, shu yaqinda yozda dam olish payti bo'lganda bizani o'yinimizga keluvdik. Gazeta junior o'yinga azmi kontra qilamiz. Shunda azmi fikr o'rtoqlashlarimizda bolalarda mas'uliyatsizlikka his qilyapman, sama addachi kamroq bo'lib qoldi. Biz paytimizda
biz bunaqa o'yinlarda jonimizni berardik, juda unaqa emas, bizlarni hech nima gapimiz qolmasdi deb aytardimda. Hozirgi kundagi yuz berayotgan yoshlarga qanaqa maslahat bera oladingiz? Aytishim mumkin. Birinchi o'rin disiplina bo'lishi kerak. Rejim qo'yish kerak. Eng muhimi samaradachi, komandasiga jonni berish kerak deb o'ylayman. Maslahat beradigan bo'lsak, nechta bo'ladi? Jonni berib o'ynash kerak. Komanda Rejim deganki shu rejimga to'xtalib o'tamiz. Rejim deganda nimadan masalan professional futbolchi o'zimizni gazalkentlik bo'lsin, o'zimizda katta o'zimizda shug'ullanib keyinchalik mana shu darajaga yetgan futbolchi sifatida hozirgi yoshlarga rejim nima ekanini qisqacha ularga qanaqa rejim, ya'ni biz tushuntiramiz, ya'ni san professional qarashlar rejim futbol foydali narsa desa ham bo'ladi. Vaqtida uxlash, rangi pitani, rangi so'ng vasdananing vaqtida bo'lishi kerak. Bitimlikka chiqqanda polni 100% o'zini berish kerak. 100% berish kerak. Ya'ni o'sha yana qaytamiz, kechqurun 10 da gadjetlarsiz, ya'ni uxlashdan 2 soat oldin gadjetlardan qutulgan holda, miyani tozalagan holda zaruriy son, ya'ni yotib uxlab, keyin 10 da yotib, ertalab 6 da yoki 7 da uyg'onib, ya'ni ertalabki nonushtani albatta sportivniy pitaniyalar qilgan holda keyin o'qishga borib o'qishga yoki maktabga kelib mashg'ulotlar Samarqandgacha 100% bo'lishi kerak. Bu yoshlar uchun maslahat. Hozirgi yoshlar umid qilamizki bunga amal qilishadi va ular kelajakda umiddaman. Ozod bo'lmasa suhbatimiz sekin-sekin yakunlanib bormoqda. Biz o'zi ko'p qo'ymiz, qisqaroq qilamiz qilgan holda. Yana 2-3 savollar, birinchi savollar bo'ladi. Sen muxlislik qiladigan Yevropa jamoa qaysi jamoa? O'zim muxlislik qilaman, Barselona. Yoshlikdan beri Barselona. Dunyodagi eng kuchli futbolchi deb Messi desana. Endi senga shu savol bersam, trendga aylangan shu savolga javob berishim kerak savollar. Dunyodagi eng kuchli o'yinlar. Ronaldo. Eng kuchli chapar. Messi. Eng kuchli dribling sohibi. Neymar. Boshdan o'ynash. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Assalomu alaykum. alaykum. Eng tezligi baland bo'lish. Gareth Bale. Endi senga so'ngida yana ikkita savol beramiz. Ikkita savolimizda birida o'zing xohlagan O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga chiqsan va o'zing xohlagan jahon yulduzlaridan iborat jamoa tuzsan. Yulduzlar jamoasini. Birinchisini O'zbekiston terma jamoasidan boshlasangiz, darvozaga kim 4-3-3 tarkibda ta'minsanmi? Darvozaga kim qo'ygan bo'ladi? Ignatiy Nestor deganda albatta 10 ta himoyachilik. Davron Hoshim. Ikkita markazda Anzur Ismoilov va Igor Krimex, Anzur Ismoilov va chap qanotda Vitaliy Denisov. 3 ta markaziy o'rtaga Odil aka, Ahmedov, Temur Kapadze, Seroj Ipar. Zo'r tanlov va 3 ta hujumchi. Hujumga Eldor Shomurodov, o'rtaga. Chap qanotda chapda Oston O'runov qo'ygan bo'ladi. Zo'r tanlov va o'ng qanotimiz Qanotda Abbos. Demak, hozirgi hujum triosi to'laqonli qoniqtiradi. Juda zo'r tanlov. Agar ularga murabbiy qilib kim qo'ygan bo'ladi? Shu o'zbekistonliklardan bo'lsa ham. Shulardan deb olaylik, O'zbekiston. Mirjalol Qosimov. Zo'r. Ana endi jahon yulduzlaridan iborat terma jamoa tuzib chiqsangda, uni ham ko'rish taktika bo'ladi menimcha. Darvozaga kim qo'yamiz? Gianluigi Buffon. O'ng qanot himoyachisi. Carvajal. Chap tomonda Chapdan Alba qo'yamiz. Jordi Alba. Ikkita o'rta. Ramos, Lavandi.
Ramos bilan Van Dijk. Va 3 ta yana himoyachilar. De Bruyne, Pedri, Iniesta. Vini, Pedri, Iniesta va 3 ta hujumchi. Ronaldo, Messi, Neymar. Ronaldo, Messi, Neymar va ularga murabbiy Guardiola. Josep Guardiola. Demak, yaxshi suhbat uchun, chiroyli suhbat uchun senga kattakon rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Inshaalloh kelajak ishlaringga omadlar tilab qolamiz. Chempion, Super Liga chempionligini ham, Chempionlar Ligasini ham. Самого, собственно, хотя бы там топ-5 по возможности, а если нет, то там, не знаю, там Турция, Россия. Ну, кого я знаю, да? Ну, кого знаете, кого вы видели, ну, кого тренировали? Мухаммад Али Урымбаев, Мгм. потом Азиз Алтынбеков есть в Ну, Буниторе. будет, да. Буниторе. Есть в Локомотиве есть, Лазиз Мирзаев Мгм. есть и Озот Уктамов есть. Мгм. Такие игроки, вот они, кого я знаю, и действительно они хорошего уровня футболисты, которые действительно, если им давать больше шансов играть, то они, думаю, обладают хорошими такими качествами. Ну, Лазис, насколько Japan and Iran. 5 p.m. Ona tanrım aslanlarım oldum mu? Lekin bizani qiladigan ishimiz bor. Ikkita ishimiz bor bizani yigitlar, ikkita hozir qiladigan yana. Ikkita o'yinimiz qoldi.